Kobaltligi, aksiyani bombasi, unaqasi bo'lmagan. Zavod narxida avtokreditga nima deyapti Kobaltlar? Конечно, kayf deyapti. Xohlasanglar naqd pulga zavod narxida kelib olib ketasizlar. Style eski variant naqd pulga 147 million 916 ming. Midnight eski variant 155 ming 231 ming. Midnight bilan Style naqd pulga kelib olib ketasiz. Xohlasanglar yangi Style MCM 156 million 100 mingga. Midnight MCM 165 million 200 mingga naqd pulga zavod narxida kelib olib ketasizlar. Endi avtokreditga Style varianti, eski variant 3 yilga boshlanish to'lovi 3900 to'laysizlar, hamma rasxod ichida 4,5 milliondan nima deyapti? Sumovoy bu, valyutni emas, so'mda mana. Endi Midnight 3 yilga boshlanish to'lovi 4100 to'laysizlar, oylik to'lov 4700 da Midnight eski variant. Endi MCM yangi Kobaltlar Style MCM 3 yilga boshlanish to'lovi 4100 to'laysizlar, 4,750 mingni 3 yilga. Endi Midnight MCM 3 yilga boshlanish to'lovi 4300, oylik to'lov 5 milliondan. Nima deyapti avtokredit zavod narxida? Kayf deyapti. Hammanglarni sergapda kutamiz. Kelaverasizlar.